Qasas surasini 24-oyatida Alloh bir oyat nozil qilgan. Asli bu oyat Musa alayhisalomning duolari. Astag'firu billah, Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Musa alayhisalom mana shu duoni qilganlarda bo'ydoq bo'lganlar. Qo'llarida mol dunyo bo'lmagan, uylari, joylari, hech nimalari yo'q bo'lgan. Musofir yurtda bitta o'zlari turib, Madiyanda mana shu duoni qilganlar. Shunda deyiladi, Allohning fazli mana shu duodan keyin kelindi o'zi ham keldi. Fajaat ihdahuma tamshi ala istihya oyat davomida keladi. Bitta ayol hayo bilan kelib, sizni otam chaqiryapti deydi. Bitta qiz kelib, otasini oldiga borsa, haligi ota keyin bitta qizimni senga nikohlab beraman. Shu duodan keyin Musa alayhisalom uyli ham bo'ldilar, ayolli ham bo'ldilar. Hatto ayolni qizni o kelindi o'zi keldi deydi. Qanchadir sonlik qo'y boshlik, mol mulkli ham bo'ldilar. Xudo xolasa Musa alayhisalom mana shu duolari Qasas surasini eslab qo'ydilar, 24-oyati. Bo'ydoqlarimizga alohida tavsiya, mana shu duoni o'qib yursalaringiz, Xudo xolasa Alloh sizga soliha jufti halol ham beradi, mol va dunyo ham beradi. Xudo xolasa hayotingiz barakali bo'lib ketadi.